Mana shu kamchilik deyaptilar. Mani YouTube'ga chiqarmayman. Comfort Plus'da Chazor. Premiumga o'tmaydi, biznesga o'tadi. Elektroga o'tadi bu. Monitoringiz kichkinaroq ekan, nechinchi paysi? Bu bir. Nima kamchilik bor aka? Benzinni ko'rsatganidan ko'proq hisoblagan. Qo'qondanman. Qishda ko'proq yedi pechkan hisoblagan. Kechqurun 8 dan keyin 3,5 ga tushib qoladi ko'rsatishi. Trassada yurganingizda tormoz bosmaysiz-ku. Ha. Rekuperatsiya bo'lmaydi, ya'ni o'zini qayta zaryadlamaydi. to'ppa. O'sha 25 gacha, 100 dan 25% gacha necha kilometr yurasiz aka? Menimcha 40 yursa kerak. Mashina aka zo'r. Kuniga 180 minglik benzin. Ana hisobimda 350 gram. To есть kilometrga 39 litr benzin yeyotgan ekan. 3 bilan 4 ming raznica ekanda, bittami ikkita opsiyasida farq qilar ekan. Ha, ana ucha olmaganimga afsuslandim. Yedi va endi pastda. Nima Chazor chempion bo'lyapsiz? Chempion qilmadik. Yana nima kamchiligi bor aka mashina? Unda yaxshi bas ekan mana unda bo'lib ketdi. To'g'risi kamchilik ko'rmadim. Zo'r mashina. Rozi bo'lasiz faqat. Ha. Videoga olib kelyotdim men. Ha. Mana shu rulingizni ko'rsating, aka. Aholini mana shunaqa ahvolda. Ha. Mana shu kamchilik deyaptilar. Akamni hozir suhbatlarini olaman. Real отзыв eshitaman dedim. Menga zo'r. Shu 3-4 pozitsiyasini olgan yaxshi ekan.